Bugungi videoda biz Minecraftdagi mana shu tag name haqida turli xil eksperimentlarni bajarib ko'ramiz. Agarda siz moblarni teskari qilib qo'yishni xohlasangiz, unda videoni oxirigacha ko'ring. Qani unda let's go. Aytgancha, o'tgan safargi videodagi aktiv uchun katta rahmat. Bunda biza birinchi g'alati ismni ko'rib chiqamiz. Bizga birinchi o'rinda qo'y kerak bo'ladi, ya'ni qo'yning tuxumi va albatta name tag kerak bo'ladi, ya'ni o'zbekchasiga ilmoqli ism bo'lar ekan va eng asosiysi anvil ham kerak bo'ladi. Okey, anvilni qo'yib, ana endi ichiga ismni yozamiz. Xuddi menikidek yozishinglar kerak bo'ladi. Mana shu joyga yaxshilab e'tibor beringlar. Mana kichkina harfda hammasi jeb va pastki chiziqcha bo'ldi. Ana endi buni olib qo'yga qo'yib ko'ramiz. Nima uchun qo'yga deyishlar mumkin? Chunki faqat bu qo'yda ishlaydi. Hozir buni ko'rsataman. Shu yerga qo'yni qo'yamiz va ismni qo'ysak, ko'rganingizdek qo'yni junining rangi o'zgaradi. Xuddi kamalakka o'xshab turli xil o'zgarib ketaveradi va hozir yana sizlarga ko'rsataman buni. Qo'yni qo'yamiz va tag name'ni bossak, qo'yni rangi o'zgaradi. Ko'rganingizdek juda ham ajoyib bo'lib o'zgarmoqda. Lekin menga kamalak ranglar unchalik yoqmaydi va ko'pchilikni qiziqtirgan savol, buni o'ldirsak qanaqa rangdagi jun tushadi deyishlar mumkin va hozir buni ko'rasizlar. Lekin buni o'ldirsanglar odatiy oq rangdagi jun tushadi. Nimani kutgandinglar? Bunda biz ikkinchi ismga ham o'tamiz. Hozir buni ham yozib ko'rsataman. Xuddi menikidek qilishinglar shart bo'ladi. Ya'ni bosh harfini katta J va Johnny deb yozasizlar va buni hozir nima qilishini ko'rsatib o'taman. Xuddi mana shunaqa qilib villagerga ismni qo'yasiz va mana bu yerga moblarni spawn qilib olamiz. Istalgan mobni, misol uchun qo'yni yoki zombini, zombi yonib ketmoqda. Misol uchun sigirni, shunaqa moblarni spawn qilib olamiz. Agarda sezgan bo'lsanglar, mana bu villager o'zi boltasini ko'tarib olgan, qandaydir yovuz bo'lib qolgan. Mana shu ismni qo'ysanglar, bu villager o'z-o'zidan yovuz bo'lib qoladi. Ya'ni juda ham jahli chiqib ketadi va boltasi juda ham kuchaytirilgan ekan. O'sha boltasi bilan yo'ldan chiqqan moblarni o'ldirib ketadi va ko'rganingizdek mana o'ldirmoqda. Nima uchun yonidagilarni emas, uzoqdagini o'ldirdi? Xullas, bu ham qo'ylar qotili ekan, faqat qo'ylarni o'ldirmoqda, nimagadir yoniga qo'yyapman va uni o'ldirmoqda va qaqa ketdi. Bu faqat qo'yni emas, sigirni ham o'ldirar ekan. Yaxshi. Bola, mana buni qaranglar. Shuncha qo'yni o'ldirib charchamadi hali ham. Buni ko'rib Terminator esimga tushib ketdi. Umuman charchamaydi ham, o'ldirishdan to'xtamaydi ham. Mayli. Bola, bu qachondir charchaydi yoki-da boltasi sinadi degan maqsadda hali hamon qo'ylarni qo'ymoqdaman, lekin bu umuman to'xtamayapti. Xonimlar va janoblar, chap tarafda ko'zi qonga to'lgan bo'ydoq, jahl otiga mingan Johnny ismli jangchimiz qarshi oling va unga qarshi temir golem. Qani jangni boshlaylar. Wow! Ikkita zarba. Yo, ikkalasi bir-biri bilan urushmas ekan. Johnny ismini qo'yib ko'rdim, baribir urushmas ekan. Ikkinchi eksperiment ham o'qish. Aytgancha bola, yana bitta narsani ko'rsatmoqchi edim. Mana shunaqa sinov golemdan hozir men bu qaychi yordamida kallasini olib tashlasanglar bo'lar ekan. Buni men bilmasdim. Yaqinda bildim, shuni ham sizlarga ulashmoqchi bo'ldim. Shunchaki balki oralarda biladiganlar bordir. 3-chi eksperimentga let's go. Xullas, 3-chi eksperimentga ham yetib keldik. O'sha sizlar kutgan moblarni teskari qiladigan o'sha ism. Mana bu jepni o'chiramiz va bosh harfini katta harf bilan yozamiz. Grum deb yozamiz. Xuddi menikidek bo'lishi shart. Ana endi sinab ko'ramiz. Doimgidek qo'y, bugun qo'ylar ko'p qiynaldi shekilli. Mana ko'rganingizdek teskari bo'lib qoldi. Yurishida juda ham kulguli. Unda boshqa moblarda ham sinab ko'ramiz. Vardenni azoblaymiz. Qani Vardenda ham teskari bo'ladimi? Okey, mana Vardenda ham teskari bo'lar ekan. Buni yurishini qaranglar. Nima qilyapti bu? Qo'yga yuguryapti. What the? Yo'q, buni yurishini qaranglar. O'yinchilarga yoqmaydigan moblarni azoblaymiz. Bu ham teskari bo'lib qolar ekan, juda ham g'alati ko'rinyapti. Varden hozir bu creeperni o'ldirmoqchimi? Yoniga kelib oldi negadir. Hozir creeper o'ladi. Varden o'ldi. Tamom. Villagerlarda ham sinab ko'ramiz. Bular ham quruq bitta joyda tur. Mana shunday. Okey, bu ham teskari bo'lib qolar ekan. Demak, istalgan mobga shunda o'yinchi hammi? Hattoki suvni tagidagi zombi ham teskari yurib qolar ekan.
bu aytgancha bu baliqlarga ham ta'sir qilar ekan, lekin baliqlar teskari turganda ham unchalik sezilmas ekan. Mana bu oq joylari tepaga chiqib qoladi. Lekin bu xuddiki to'g'ri uchayotgandek ko'rinar ekan. Mana bu oq joyi tepaga chiqib qoldi. Bo'ldi, boshqa o'zgarish yo'q. Hattoki mana bu 8 oyoq ham teskari uzr bolalar, tez gapirgandan so'zlarim adashib ketyapman. Xullas 8 oyoq ham teskari bo'lib qolar ekan. Unda biz keyingi eksperimentga o'tamiz. Boshqa eksperiment qolmadi-ku. Mana bolalar, yana bir ajoyib bo'lgan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling va kommentariy orqali Telegram kanalimizga ham o'tib qo'ying. Aytgancha, keyingi video bundan-da ajoyib bo'ladi. Shuning uchun shu videoga ham 200 ta like to'plab beringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.